Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Oktyabr oyida ayrim pensionerlar 2500 ming so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Lekin ko'pchilik buni to'liq tushunmayapti. Kim oladi? Kim olmaydi? Bu oddiy pensiya oshishimi yoki alohida yordammi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar so'raladi? Qaysi xatolar sabab odam puldan quruq qoladi? Bularning hammasini aniq qilib aytaman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, kelinlari, kuyovlari, nabiralari, ya'ni oiladagi har bir odamga tegishli. Chunki ko'p o'nlarda pensionerning o'z hujjat ishlari, ariza, ro'yxat, bank kartasi, mahalla yoki ijtimoiy himoya masalalarini oxirigacha kuzatolmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni oilangizdagi yoshi katta insonlarga yetkazib qo'ying. Avvalo eng muhim narsani ochiq aytaman. 2500 ming so'mgacha degan gap hamma pensionerga avtomatik tarzda 2,5 million so'm beriladi deganda mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Kimdir qo'shnisidan eshitadi. Kimdir internetdagi qisqa xabarni ko'radi. Kimdir hamma olarkan deb o'ylaydi. Aslida bunday to'lovlar odatda bir nechta shartlarga bog'liq bo'ladi. Pensionerning ijtimoiy holati, daromadi, oilaviy vaziyati, sog'lig'i, nogironligi, yolg'iz yashashi, ijtimoiy himoya yagona reyestridagi holati, mahalla xulosasi, ariza topshirilgan, topshirilmagani va ayrim hollarda hududiy dasturlar. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab yordamlar mahalla orqali, mahalliy hokimliklar, xayriya jamg'armalari, saxovat va ko'mak kabi tizimlar orqali ajratilar edi. Odam ko'pincha kimga borishni bilmasdi. Mahallaga boradi, u yerdan tuman ijtimoiy bo'limga yuboriladi. U yerdan yana hujjat so'raladi. Ayrimlar baribir bermaydi deb umuman murojaat qilmasdi. Ayrim pensionerlar esa haqqi bor bo'lsa ham ro'yxatda bo'lmagani yoki ariza yozmagani sabab yordam ola olmay qolardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ijtimoiy yordamlar ko'proq tartibga solinib, elektron bazalar, reyestrlar, mahalla yettiligi, ijtimoiy xodimlar orqali aniqlanadigan bo'ldi. Ya'ni davlat pensionerning faqat pensiya olishini emas, uning real yashash sharoitini ham ko'rishga harakat qilmoqda. Lekin bu tizim ham o'z-o'zidan ishlaydi deb o'ylash noto'g'ri. Agar sizning ma'lumotlaringiz bazada noto'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlamasa, yashash manzilingiz boshqa joyda bo'lsa, oilaviy yer tarkib yangilanmagan bo'lsa yoki ariza topshirilmagan bo'lsa, yordam kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya bu har oy belgilangan tartibda beriladigan asosiy to'lov. Qo'shimcha yordam esa alohida shartlar asosida beriladigan pul. 2500 ming so'mgacha bo'lgan mablag' ham ko'pincha ana shunday qo'shimcha yordam, kompensatsiya, moddiy ko'mak yoki maqsadli ijtimoiy to'lov sifatida tushunilishi kerak. Bu pulning aniq miqdori har bir odamda bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir 500 ming oladi, kimdir 1 million oladi, kimdir 2 millionga yaqin oladi. Ayrim og'ir holatlarda esa 2500 ming so'mgacha yordam ajratilishi mumkin. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tibor berishi kerak. Masalan, bir ona bor, 72 yoshda turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. O'zi kichik hovlida yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Dori darmoniga oyiga 400-500 ming ketadi. Kommunal to'lovlar bor, oziq-ovqat bor. Bunday inson mahallaga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qilsa, uning holati o'rganilishi mumkin. Agar u haqiqatan ham ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilsa, qo'shimcha yordam ajratilishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh. Nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda faqat pensiya yoshi emas, sog'liq holati ham muhim. Masalan, 68 yoshli ota ikkinchi guruh nogironi yurak operatsiyasidan chiqqan, har oy doimiy dori ichadi. Uning pensiyasi bor, lekin dori xarajati juda katta. Agar oilada ishlaydigan odam bo'lmasa yoki daromad juda past bo'lsa, bu holat alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Ko'p odam pensiyam bor, demak yordam bermaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Pensiya borligi yordam olish huquqini avtomatik yo'q qilmaydi, lekin umumiy daromad va ehtiyoj darajasi hisobga olinadi. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotgan oilalarda yashayotgan pensionerlar. Masalan, bu nabiralarni boqib o'tiribdi. Farzandi vafot etgan yoki ishlash imkoniyati yo'q. Uyda voyaga yetmagan bolalar bor. Bunday holatda faqat buning pensiyasi emas, butun oila tarkibi, bolalarning yoshi, maktabda o'qishi, oilaning boshqa daromad manbalari tekshiriladi. Agar oila ehtiyojmand deb topilsa,
yordam faqat pensioner nomiga emas, oilaviy ijtimoiy yordam sifatida ham ko'rilishi mumkin. 4-guruh. Ijara uyda yashayotgan yoki uy-joy sharoiti og'ir bo'lgan pensionerlar. Aytaylik 65 yoshli ayolning o'z uyi yo'q. O'g'lining uyida ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda ijarada yashaydi yoki eski uyda yashaydi. Isitish tizimi yomon, qishda ko'mir, gaz ballon, elektr isitgich xarajati ko'payadi. Oktyabr oyidan boshlab sovuq mavsumga tayyorgarlik boshlanadi. Shuning uchun ayrim hududlarda aynan kuz-qish mavsumi oldidan muhtoj oilalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslarga moddiy yordam ajratish amaliyoti bo'ladi. Bu pulning maqsadi odamning umumiy ahvolini yengillashtirish, dori-darmon, oziq-ovqat, issiqlik, kiyim-kechak yoki zarur xarajatlarga yordam berishdir. Agar pensionerning pensiyasi yetarli bo'lsa, oilada bir nechta doimiy daromadli farzandlar bilan yashasa, uy-joy sharoiti yaxshi bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa va hech qanday ijtimoiy muammo bo'lmasa, albatta vahima qilish shart emas. Bunday odamga qo'shimcha yordam berilmasligi mumkin. Chunki tizim birinchi navbatda haqiqatan ham muhtojlarni qamrab olishga harakat qiladi. Lekin bu ham men hech narsaga haqli emasman degani emas. Masalan, yosh bo'yicha pensiya boshqa, dori-darmon uchun imtiyozlar boshqa. Kommunal yoki transport bo'yicha hududiy yengilliklar boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga shuni aytaman. O'z huquqingizni bilish kerak. Lekin har bir xabarni ham avtomatik pul deb tushunmaslik kerak. Bir misol keltiraman. 2 pensioner bir mahallada yashaydi. Birinchisi 70 yoshda yolg'iz, pensiyasi 1 million 100 ming so'm, sog'lig'i yomon. Farzandlari yo'q yoki yordam bera olmaydi. Ikkinchisi ham 70 yoshda, pensiyasi 2 million so'm, 3 farzandi bilan bir uyda yashaydi. Uyda 2 kishi rasmiy ishlaydi. Ikkalasi ham pensioner. Lekin ijtimoiy ehtiyoj darajasi bir xil emas. Shuning uchun birinchisiga yordam ajratilishi mumkin. Ikkinchisiga esa rad javobi kelishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu yordamning maqsadli berilishi degani. Bu yerda gacha so'ziga alohida e'tibor bering. 2500 ming so'm va 2500 ming so'mgacha bir xil ma'no bermaydi. Gacha degani eng yuqori chegara bo'lishi mumkin. Lekin hamma aynan shu miqdorni oladi degani emas. Amaliyotda yordam miqdori turli omillarga qarab belgilanadi. Masalan, pensionerning arizasida ko'rsatilgan ehtiyoj, mahalla yoki ijtimoiy xodim xulosasi, tuman darajasida ajratilgan mablag', oiladagi daromadlar, tibbiy holat, avval yordam olingan, olinmagani, favqulodda vaziyat mavjudligi hisobga olinadi. Masalan, bir pensionerning dori-darmon, chek va retseptlari bor. Shifokor yozgan davolanish kursi 1 million 800 ming so'mga tushyapti. U buni tasdiqlab bera olsa, unga yuqoriroq miqdorda yordam ajratilishi mumkin. Boshqa pensioner esa faqat umumiy oziq-ovqat yordami so'rasa, unga 5 ming yoki 700 ming so'm atrofida yordam berilishi mumkin. Yana bir holatda, uyida yong'in, suv bosishi, og'ir kasallik, operatsiya, yaqin qarindoshning vafoti kabi favqulodda sabab bo'lsa, yordam miqdori kattaroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir vaziyat alohida ko'riladi. Birinchi xato. Odamlar og'zaki gap ishonib hujjat topshirmaydi. Mahalladagilar biladi-ku, men yolg'izman. Hamma biladi-ku, men kasalman. Qo'shnilar biladi-ku, pulim yetmaydi deb o'ylaydi. Lekin rasmiy yordam uchun ko'pincha rasmiy murojaat kerak bo'ladi. Og'zaki holat hamma joyda yetarli bo'lmaydi. Ariza bo'lmasa, o'rganish boshlanmasligi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatlar tartibsiz bo'ladi. Pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, telefon raqami, bank karta ma'lumotlari, pensiya hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Masalan, pensioner shaharda qizining uyida yashaydi, lekin ro'yxatda qishloqdagi eski manzilda turadi. Mahalla esa uni o'z ro'yxatidan topolmaydi. Natijada odam menga bermadi deydi. Aslida ma'lumotlar mos kelmagan bo'ladi. Uchinchi xato, bank kartasi muammosi. Ayrim pensionerlar kartasini yo'qotgan bo'ladi, PIN kodni bilmaydi, karta muddati tugagan bo'ladi yoki bankdagi hisob raqami faol emas. Pul ajratilgan taqdirda ham tushmay qolishi yoki qaytishi mumkin. Shuning uchun karta ishlayotganini oldindan tekshirib qo'yish kerak. Agar pensioner bankka bora olmasa, farzandlari yordam berishi, bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishi yoki mobil ilova orqali holatni tekshirishi mumkin. 4-xato, ayrimlar noto'g'ri ma'lumot beradi. Masalan, oilada ishlaydigan farzand borligini yashiradi yoki asl yashash joyini boshqacha ko'rsatadi.
Men bunday qilishni maslahat bermayman. Chunki elektron bazalarda ko'p ma'lumot ko'rinadi. Rasmiy ish, pensiya, nafaqa, avtomobil, ko'chmas mulk, ro'yxatdagi shaxslar noto'g'ri ma'lumot berish yordamini rad etishga, keyinchalik qayta hisob-kitob talab qilinishiga yoki ishonch yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. 5-xato. Falon odam oldi. Men ham olishim kerak deb janjal qilish. Har bir ishda mezon bor. Qo'shningiz 2 million olgan bo'lishi mumkin. Chunki u operatsiyaga tayyorlanayotgandir yoki yolg'iz yashayotgandir. Sizning holatingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun talab qilishdan oldin o'z hujjatlaringizni, ehtiyojingizni va asoslaringizni to'g'ri tayyorlash kerak. Birinchi nozik jihat. Yordam har doim ham pensiya bilan bir kunda tushmaydi. Ko'pchilik pensiya kuni kartasini tekshiradi. Pul tushmasa demak bermadi deb xulosa qiladi. Aslida qo'shimcha yordam boshqa sanada alohida to'lov hujjati bilan boshqa tashkilot orqali tushishi mumkin. Ba'zan ariza ko'rib chiqilishi 10 kun, 15 kun yoki undan ko'proq vaqt olishi mumkin. Hududga mablag' ajratilishiga, hujjatlarning to'liqligiga qarab muddat o'zgaradi. Ikkinchi nozik jihat, yordam naqd berilmasligi mumkin. Pul bank kartasiga tushirilishi, ayrim hollarda mahsulot yoki xizmat ko'rinishida berilishi mumkin. Masalan, oziq-ovqat to'plami, ko'mir, dori-darmon xarajatini qoplash, davolanishga yo'llanma, protez ortopediya vositalari, parvarish xizmati kabi ko'rinishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga pul bermadi degan gap har doim yordam berilmadi degani emas. Yordam shakli boshqacha bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Farzandlar borligi avtomatik rad degani emas, lekin katta ahamiyatga ega. Agar pensionerning farzandlari bo'lsa-yu, ular o'zlari ham kam ta'minlangan bo'lsa, ishsiz bo'lsa, nogironligi bo'lsa yoki boshqa hududda yashab real yordam bera olmasa, bu alohida ko'riladi. Lekin farzandlar yuqori daromadli, pensioner ular bilan birga yashayotgan bo'lsa, davlat yordami birinchi navbatda undan ham og'ir holatdagi insonlarga yo'naltirilishi mumkin. 4-nozik jihat. Ro'yxatga kirish va pul olish bir xil narsa emas. Ayrim odamlar meni ro'yxatga yozib qo'yishdi deb o'ylaydi. Demak, pul aniq deb hisoblaydi. Lekin ro'yxatga kiritish faqat o'rganish bosqichi bo'lishi mumkin. Keyin komissiya yoki mas'ul organ holatni ko'radi, ma'lumotlarni tekshiradi, mablag' imkoniyatini hisoblaydi. Shundan keyin qaror chiqadi. Shuning uchun ro'yxatdan keyin ham jarayonni kuzatish kerak. 5-nozik jihat, bir marta rad javobi olgan odam umuman huquqini yo'qotmaydi. Agar holat o'zgarsa, masalan, kasallik kuchaysa, daromad kamayib qolsa, farzand ishsiz qolsa, uy-joy sharoiti yomonlashsa, yana murojaat qilish mumkin. Rad javobi sababini bilib olish kerak. Daromad yuqori deyilganmi? Hujjat yetishmaydi deyilganmi? Manzil mos emas deyilganmi? Har bir sababning yechimi bor. Endi men eng muhim qismga o'taman. Pensioner yoki uning yaqinlari nima qilishi kerak? Birinchi qadam, oiladagi pensionerning holatini aniq baholang. U yolg'iz yashaydimi? Kim bilan yashaydi? Pensiyasi qancha? Har oy dori-darmonga qancha ketadi? Kommunal to'lovlari qancha? Oziq-ovqat xarajati qancha? Qarzi bormi? Davolanishga ehtiyoji bormi? Uyida isitish yoki yashash sharoiti muammosi bormi? Bularni og'zaki emas, qog'ozga yozib chiqing. Chunki ariza yozganda aniq raqamlar kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Nogironlik bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi, kasallik bo'lsa tibbiy xulosa, dori-darmon retsepti. Chek va kvitansiyalar, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda ro'yxat bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin shu hujjatlar tayyor bo'lsa, siz ancha oldinda bo'lasiz. 3-qadam. Mahalladagi mas'ullarga murojaat qiling. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi yoki ijtimoiy xodim bor. Pensionerning holatiga qarab aynan kim ko'rishi kerakligini mahallaning o'zida aytishadi. Murojaat qilganda menga hamma olayotgan puldan bering demang. To'g'ri gapiring. Men yoki onam ijtimoiy yordamga muhtojmiz, holatimizni o'rganib, tegishli moddiy yordam yoki reyestr bo'yicha ko'rib chiqishingizni so'rayman deb ayting. 4-qadam, arizani yozma shaklida qoldiring. Og'zaki murojaat qilib ketib qolmang. Arizada pensionerning FHS tug'ilgan yili, yashash manzili, telefon raqami, pensiya miqdori, oilaviy holati, nima sababdan yordam so'rayotgani aniq yozilishi kerak. Masalan, men yolg'iz yashayman, pensiyam dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlariga yetmayapti.
sog'lig'im sabab doimiy davolanishga muhtojman. Holatimni o'rganib. Moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Agar farzandi yozayotgan bo'lsa, onam yoki otam nomidan murojaat qilayotgani pensionerning holati va aloqa raqami ko'rsatiladi. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini aniqlang. Qabul qilingan sana, kim qabul qilgani, qaysi tartibda ko'rib chiqilishi, qachon javob bo'lishi haqida so'rang. Bu janjal qilish uchun emas, jarayonni yo'qotib qo'ymaslik uchun kerak. Agar 15 kun o'tsa va javob bo'lmasa, yana xotirjam tarzda borib so'rang. Mening arizam qaysi bosqichda degan savolni berish sizning huquqingiz. 6-qadam. Bank kartani tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqami faolmi? Agar pensionerning o'zi karta ishlatishni bilmasa, oiladan ishonchli odam yordam bersin. Lekin kartani har kimga berib yubormang. PIN kodni begona odamga aytmang. Afsuski, yoshi katta insonlarning ishonuvchanligidan foydalanadiganlar ham uchraydi. Pul tushgani tekshiraman deb kartani olib, keyin pul yechib ketish holatlari bo'ladi. 7-qadam. Tibbiy xarajatlarni isbotlang. Agar yordam dori-darmon yoki davolanish sabab so'ralayotgan bo'lsa, shifokor xulosasi, retsept, analiz, davolanish hujjatlari, dori cheklari juda muhim. Men kasalman deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Hujjat bo'lsa, mas'ullar ham asos bilan qaror chiqaradi. Masalan, oyiga 600 ming so'mlik dori olayotgan pensioner cheklarni ko'rsatsa, uning holati aniqroq ko'rinadi. 8-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini yozma yoki aniq og'zaki tushuntirishni so'rang. Rad bo'ldi degan tamom degani emas. Agar hujjat yetishmaydi deyishsa, hujjatni to'ldirasiz. Agar daromad mezonga to'g'ri kelmadi deyishsa, qaysi daromad hisobga olinganini so'raysiz. Agar manzil bo'yicha muammo bor deyishsa, ro'yxat va yashash joyini aniqlashtirasiz. Muammo nimada ekanini bilmasdan turib, uni hal qilib bo'lmaydi. Birinchi vaziyat 74 yoshli ota. Yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.300.000 so'm. Qishda isitish uchun ko'mir kerak, yurak dorilariga oyiga 320.000 so'm ketadi. U mahallaga ariza beradi, shifokor xulosasi va dori cheklarining nusxasini qo'shadi. Holati o'rganilgandan keyin unga bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Miqdor, hudud va qarorga qarab 700 ming, 1 million yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Agar vaziyat juda og'ir bo'lsa, 2500 ming so'mgacha ko'rib chiqilishi ehtimoli ham bo'ladi. Ikkinchi vaziyat 6-9 yoshli ona 2 o'g'li bilan yashaydi. O'g'illarning biri rasmiy ishda, ikkinchisi tadbirkor. Uy sharoiti yaxshi, pensiya ham bor. Ona qo'shnisi o'lganini eshitib, o'zi ham murojaat qiladi. Tekshiruvda oilaning umumiy daromadi yetarli deb topiladi va yordam rad qilinadi. Bu holatda rad javobi kutilmagan narsa emas. Chunki yordamning maqsadi hamma pensionerga bir xil pul tarqatish emas, og'ir ahvoldagilarni qo'llab-quvvatlashdir. 3-vaziyat 66 yoshli ayol pensiya oladi, lekin nabirasini boqadi. Qizi vafot etgan. Kuyovi yordam bermaydi. Nabira maktabda o'qiydi. Bu yerda ayol oddiy pensioner sifatida emas, voyaga yetmagan bola bilan og'ir oilaviy sharoitda yashayotgan shaxs sifatida ko'riladi. U mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilsa, oila tarkibi, bolaning hujjatlari, daromadlar va yashash sharoiti tekshiriladi. Natijada moddiy yordam, bolaga tegishli nafaqa yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilishi mumkin. 4-vaziyat, pensionerning bank kartasi eskirgan. Qaror chiqqan, pul ajratilgan, lekin karta faol emas. Odam esa menga bermadi deb yuradi. Aslida muammo bank hisobida. Shuning uchun karta va hisob raqamini oldindan tekshirish juda muhim. Ayniqsa oktyabr kabi oyda ko'plab to'lovlar, pensiya, nafaqa, yordamlar tushishi mumkin bo'lgan davrda texnik muammolarni oldindan hal qilib qo'yish kerak. Men har bir pensioner oilasiga bitta oddiy papka tayyorlashni maslahat beraman. Shu papkada ID karta nusxasi, pensiya bo'yicha hujjat, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa uning nusxasi, oxirgi dori cheklari, kommunal to'lov kvitantsiyalari, ariza nusxasi tursin. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin amalda juda katta yordam beradi. Chunki mas'ul xodim kelganda yoki mahallaga borganda hujjat izlab sarson bo'lmaysiz. Ikkinchi tavsiyam, pensionerning real xarajatlarini hisoblab chiqing. Ko'p odam pensiya yetmayotganini aytadi, lekin raqam bilan ko'rsatib bera olmaydi. Masalan, pensiya 1.400.000 so'm, dori 4.500.000, kommunal 2.500.000, oziq ovqat 900.000, yo'l va boshqa xarajatlar 5.000.
umumiy xarajat 1 million 705 ming bo'lyapti. Demak, har oy kamida 301 ming so'm yetishmayapti. Buni raqam bilan ko'rsatsangiz, murojaatingiz ancha asosli bo'ladi. Uchinchi tavsiyam, internetdagi har bir xabarga ishonmang, lekin befarq ham bo'lmang. Oktyabrda 2500 ming so'mgacha degan xabarni ko'rsangiz, darhol menga ham tushish kerak deb kutib o'tirmang. Mahalladan, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy aloqa kanallaridan aniqlashtiring. Ba'zan xabar respublika bo'yicha emas, ma'lum toifadagi fuqarolar yoki ma'lum hududdagi dastur haqida bo'lishi mumkin. 4-tavsiyam. Pensionerning nomidan ish yuritayotgan farzandlar mas'uliyatli bo'lsin. Onangiz yoki otangizning hujjatini olib, yarim yo'lda tashlab qo'ymang. Ariza berdingizmi, javobini kuting. Hujjat so'rashdimi, yetkazing. Telefon qilishdimi, ko'taring. Uyga o'rganishga kelishsa, sharoitni ko'rsating. Ba'zan yordam berilmay qolishining sababi davlatda pul yo'qligi emas. Oilaning o'zi jarayonni oxirigacha olib bormaganidir. 5-tavsiyam. Pensionerni aldovchilardan ehtiyot qiling. Men 2,5 million olib beraman. Oldindan 200 ming berasiz. Kartangizni bering, pul tushirib beraman. Pasportingizni menga qoldiring degan odamlar chiqishi mumkin. Rasmiy yordam uchun pora berish, oldindan pul to'lash, kartani begona odamga topshirish kerak emas. Murojaat mahalla, ijtimoiy himoya organlari, pensiya jamg'armasi yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Demak, oktyabr oyida pensionerlarga 2500 ming so'mgacha pul masalasi eng avvalo shuni anglatadi. Bu hamma pensionerga avtomatik tushadigan bir xil to'lov emas, balki muhtojlik, sog'liq, oilaviy vaziyat, yashash sharoiti va hujjatlarga qarab ko'rib chiqiladigan yordam bo'lishi mumkin. Kimdir yuqoriroq miqdor oladi, kimdir kamroq oladi, kimdir esa mezonlarga to'g'ri kelmagani uchun olmaydi. Eng muhimi, pensionerlar va ularning yaqinlari jim o'tirmasin, hujjatlarni tayyorlasin, mahallaga yoki tegishli ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilsin, ariza qoldirsin va jarayonni kuzatsin. Men sizlardan so'rayman. Oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini, bank kartasini, dori cheklarining bor yo'qligini tekshiring. Agar u yolg'iz, kasal, daromadi kam yoki og'ir sharoitda yashayotgan bo'lsa, keyin ko'ramiz demang. Vaqtida qilingan murojaat ko'p masalani hal qiladi. Sizning mahallangizda bunday yordamlar bo'yicha tushuntirish berilyaptimi? Pensionerlar haqiqatan ham o'z huquqlarini bilishyaptimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yoshi katta yaqinlaringizga albatta yuboring. Chunki bilmagan odam ko'pincha haqli bo'lgan yordamidan ham bexabar qoladi.